Prezident maktabi imtihonida tushgan savol. Mening yotoqxonamda 24 raqamli soat bor. Soat 12:21 da men vaqtning bir xil orqaga va oldinga o'qilishini payqadim. 12:21 da oldinga va orqaga bir xil o'qilishini payqadim. Vaqt bir xil oldinga va orqaga o'qiladigan keyingi fursatga qadar qancha vaqt bor? Ya'ni eng kam vaqtni topishimiz kerak. Shundan xulosa qiladigan bo'lsak, 12:21 chapdan o'ngga, o'ngdan chapga o'qisam ham 12:21 ni ko'rsatyapti. Ya'ni 12 dan keyin qaysi vaqt keladi? 13. 13 ni teskari oladigan bo'lsam 31. Qancha vaqt o'rtada qolgan? Ya'ni 12:21 dan 13:21 ga o'tsam 1 soat hamda 31 ga o'tishim uchun esa 21 dan 10 minut kerak bo'ladi. Demak, bizlarga kerak bo'ladigan vaqt 1 soat 10 minut. Kalitlarni ichida esa C javob turibdi. Shunga o'xshagan Prezident maktabi hamda Al-Xorazmiga tushgan savollarni yanada qiziqlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalni kuzatishda davom eting.